Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Aziz ve muhterem, söyümlük, kadir kıymetli Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Uzak görüşüyotimiz. Bunun her xil sebepleri var. Muhimi sizning bunga ihtiyacыңlarning yo'qligini his qilaman doim. Vatanim, millatim uchun deb ömür bo'yi kitob o'qidim. Bugun kuchim o'qiyapman tehi. Ama o'qishdan bek sovib ketdim keyingi zamonlarda. Uni sizlar uchun xuddi hasal harisi tuman chechak qo'nib bir nukta hasal ishlab chiqarib insonlarga sunganga o'xshash sonsiz kitoblardan to'plagan hikmatlarni sizlarga sunish uchun o'qiydim. Afsuski sizlarga undaq narsaning keragi yo'qligini his qildim. Her daim şunu his qilib turaman. Va yana sizlar bilmaydigan yana boshqa bir narsalarni o'rgandim, jiq narsalarni. Uningga hech imkoniyat, tashqi sharoit hech narsa to'g'ri kelmadi. U men bilan bu dunyoga ketadigan bo'ldi. Shu sababdan ko'p o'tirg'i chiqqim kelmas bo'lib qoldi. Qarindoshlar. Bugun chiqib qolishimga sabab bo'lgan omil xilidan beri o'tirdik yozayotgan ba'zi ajoyib g'aroyiblar. Yani temamizda ko'rinib turgandek suyuqlantirish davom qilmoqda. Bu suyuqlantirish birla liniyalik emas. Bek ko'p liniyalik bo'lib davom qilyapti. Diniy mazhablar, tariqatlar, to'g'ri xatolar haqida Uyg'urlardagi sezgurlik, siyosiy qarashlarda ochmoq paydo qilish, murakkablashtirish, ahamiyatsizlashtirish, suyuqlantirish urinishlar. Diqqatlarni chalg'itish, to'g'rini ilg'i qilinmas holga keltirish, fikr paxallıqı yaratib, mengini toldirish, to'g'ri hukm qilishni qiyinlashtirish urinishlar. Anda yana olamni to'panbasi hoşqa kelmaslik degan tamsilda kerak. Yoki eshak o'livasi ko'tarajaqda atgan uslubdagi yo'llanmalar. Endi biz bir az tafsilotlantiraylik bu o'tganlarimizni. Diniy sohamizdami qo'rqinchli suyuqlantirishlar, tafakkur vakuumligi, iddia qalaymaqanchiligi, ya'ni diniy e'tiqoddagi ochmoqlarni ko'paytirish orqali kishilarni to'g'rini topolmaydigan darajada qaymoqtirish qatorliqlar jiddiy bir bosqichda yuqori to'lqinga ko'tarilganligini ko'ryapmiz. Uyg'urlar orasidagi ba'zi dindorlar yoki ularning atishi bo'yicha din olimlari go'yo islom dinining adaqqa homiylar. Bu dinni oyoqda tutib turayotganlar, bu dinning g'imini qilayotganlar mana shu bizning olimlardekla bir xil havo esayotganligini ko'ramiz. Bir ara ular hatto Abduqodir Damollaning e'tiqodini sorg'ulaydigan yagin berib yetgan edi. Maqsad nima edi? Bizning ma'naviyatimizda ulgu bo'lg'uchilardan birini yiqitish. Chunki insonlar hamon tarixdagi yoki kunimizdagi mashhur ulgular orqali o'rgatiladi. Harakatga keltiriladi, tarbiyalanadi, yetaklanadi. Buni Xitoy hukmronlik sharoitida yashab baqqanlarning hammasi texmi aniq his qila oladi. Xitoylar zaman bizga ya o'tmishdiki yoki shu kunda yangidan o'tirg'i chiqqan emas, chiqarilgan qahramon ulgularni tiklab berib, uningdan o'rganishga zo'rlash orqali
bizni çığırgı başlap geldi. Bu her qanday hakimiyet, her qanday partiya guruhning teşviqat metodunun birisi. En mühimi bu. Ülgü tikleysiz, andın o ülgüden ügünüşke adamlarını seferber kılısız. Bizning bugünküçe hiç qanday kahraman ülgümüz olmay geldi. Yoki bağlarını nayt tez unutup kaldık. Hiç kim ulardan ügünüşke, onun ruhini cari kıldırışka, onun arzularını yetenmegen maqsadlarini davam kılışka hiç kim bizni seferber kılmadı ve yeteklemedi. Endi bunda ülgülerini birisinin aklıga kelip, aşı ülgü arkalı halkını seferber kılmaslığı üçün bu ülgülerini oturdan tamamen kaldırıp nefretinin nişanı kılış bu Xitay istihbaratının oyunu. Bir zamanlar Orta Asiyada teşviqat hareket kızıgan ve görünüşke bolsumu harbiy meşq kamplarına yaşlar yollanayotgan zamanlarda bizning diniy topimizdagilar davlat atısı Sabit Damulla haqqidami yaratmaslik tutumi bilan baholarni berib ketishgan. Yani şu dindarlarımız, Kur'ançılar, hadisçiler, selefiler, mucrimlar, sopalar, şeriatçılar, tarikatçılar degandek sazsızlıgan bölünüşlerge yetekçilik kılavatgandek bilinadi. Uygur alimleri hem ekimlarga baha berdi, kafirga chiqirdi, xatoga chiqirdi. Bizninkilar dinning g'imini yeyapti. Bizninkidek dinning g'imini yeyapatganlar yo'q. Bizninkilardek to'g'ri tushunchadagilar muqaddam oxir bo'lmagandeklar. Yaqinda bir janob musulmon qarindoshlar partiyasiga baho berib, ularni kafirga chiqiribdi. Bu holdan odam cho'chiydi. Butun dunyoga kengaygan musulmonlar ichida a'zolari eng ko'p bo'lgan, siyosiy maqsadi bo'lgan, mukammal nazariyaviy asosga va qurilmaga ega birdan bir tashkiliy organ bo'lgan Ihvolul Musliminni bizning tashkil ulug' olimlar yaratmay, Uyg'urning olimlari yaratmay bir tiyinga chiqiribdi. Men diniy ulama emas. Mening bu jihatda talashqim yo'q. Fakat bu ahvol bir aynek rol oynab, mushundaq suyuqlandirish, iddia qalaymiqanchilik terish suiqasdlarini texmi ro'shan ko'rib olishimga sabab bo'ldi. 1928-yili Hasanul Banna tarafidan qurilgan bu tashkilot bugungacha az kam bir asrlik tarixida nurg'un diniy olimlarning qatnashishi, qo'llashiga erishganligini bilaman. Ama shularning birisimi bayqamagan xatolarni bizning Uyg'ur olimlari bayqaganligi meni haqiqatan ta'sirlantirdi. Men Uyg'ur xalq cho'chaklarida bir cho'chak o'qig'anim esimda. Maqtanchoq pashalar mavzuli. Qattiq shamol chiqib, pashalar shivaqlarning g'ol yo'pirmoqlariga mahkam chaplashib olgan holda shivaqqa deydi ekanki, agar men ching tutib olmagan bo'lsam, yirtiz-piltizinglar bilan qumurilib ketadinglar. Nenege ega bulanmayotgan, ornumusiga ega bulanmayotgan Uyg'urlar o'zining ornumusini qo'g'dashga ojiz kelgan Uyg'urlarning islomning homiysi bo'lib chiqishi bir az pashalarni eslatdi menga. WhatsApp to'plari ommaviy tor matbuotlarda e'lon qilinadigan ba'zi narsalarga qarab odam ya yig'ilishini ya kulishini bilolmay qoladi. Shu darajada beg'amlik bilan qilingan ishlarki uyda o'lim bo'lgan hazdarning tans kechiligiga berib o'ynaganideklar. Shunchalik munosabatsiz, shunchalik do'tlarcha, hamoqatlarcha. Qarindoshlar, biz xuddi bir hazdarning holatidagi xalqmiz. Hatto o'lguchi yaqinimizla emas, ikkinchi navbatda bu o'lim o'z bashimizga kelishini bilgudekli aniq alomatlarga qaramay, beg'amligimiz, do'tlik bilan bir-birimizning ishiga to'sqin bo'lib, buzuytaliganligimizdan faxrlanib, g'oliblik kayf surib kelmoqdamiz. Burunmi degandim, hammamiz ozodlikni tilayotgan, orzulayotgandek ko'rinsakmi, bu yo'lda amaliy harakat qilayotgan odam yo'q hisobda. Biz
azatlık xumarımızını WhatsApp'ta, ommaviy tor sahifələrdə qandırıb, şunun bilan qanaatlanıb öz üzümüzni aldab yoki vicdanımızını pəbilab gelməkdimiz. Bu azatlık qandaq qo'lga keladi degan savolni qo'yib, astoydil o'ylanib baqqanlar qanchalik? Suyuqlandırış suiqastlariga ongsiz yoki shaxsiy qitg'urliq tuyg'ularimizning daydayga selishiga bas kelinmay qatilib ketib, dushmanning ishini qo'laylashtiryapmiz. Endi sürgün hökumatga qatilgan dushmanliklar. Hökumatni tilga ilishga majbur bo'lgan ahvoldami tilga ilishdan o'zini qochirish, uni kichiklashtirib, pastlashtirib, tashkilot deyish, hatto gruppa, to'p deb atashlar. Ishlar harakatini ahamiyatsizlashtirish, masxara, e'tirof qilmaslik uchun qasddan ko'rsatilayotgan qo'rchoq hukumatlar, e'tirof qilmamdikin desangiz, boshqa qo'rchoqlarni cho'pdek og'ziga ilib qatorda sanaydi. Bular xuddi ma'mtimin a'lo hukmimiz ichkilashtirilgan zulm mavzuliqlik siyosati muloyiza qilgandek, Xitoylar tarafidan tamamen buzib etilgan, burmilib etilgan, ichkilashtirib etilgan psixika yoki qimmat qarashlarning mahsulidir. Sharq Turkiston surgun hukumati qurilgandan buyongi eng faoliyatchan davrini yashayotdi. İlgari ismi unutilib ketgandek, tilg'imi ilinmaydigan, o'tirdi ko'rinmaydigan surgun hukumat bugun Sharq Turkiston da'vo bo'shlig'ida eng ko'p ko'zga ko'rinayotgan, eng ko'p chaliqadigan bir ismga aylandi. Sürgün hükümet deyilgende chettelliklar asasen birlik keldi yoki ikkinchi turlik qilib aytsak, boshqa qo'rchoqlarni hukumat sifatida muxotab elayotganlar yo'q. Shunda turib, millatimizning ichidagi bundaq birlikka kelgan tonishning bo'lmishi yoki qasddan e'tirof qilg'ili unamay tehicha ismi bor, jismi yo'q, ismini unutilayli deb qolgan kishi yoki bir nechalardan iborat to'plarni hukumatmikin deb qilishi, ozg'ishib, bilinmay qilishlari nimadan? Bundaq ta'tirlik dushmanlikdan, dodlikdan, ichqo'tirlikdan boshqa turli tushunilmas. Türkiye'de özünü hükümet devagan birisinin Xitaylarni sotqa berish ishi haqida tarqatgan vahimasi kishini o'yga soladi. Buning oqibatida davomimiz cho'karmish. Yo'q chiqib tamamen to'xtab qolarmish. Vatanimizni Xitoyning Sinjan o'zalik bölgesi deb tilga olgan bu janob uchun bu da'vo allaqachon tugamaganmi? Xitoyning bo'lsa sen yana nimani da'vo qilasan? Biz uni yillardan beri Xitoyning emas, bizning deb da'vo qilyapmiz. Sen bo'lsang uni o'z og'zingda Xitoyning deb bo'lding. Sen uchun da'vo tugadi. Xalqimizdagi selishtirish, farq etish, baho berish iqtidorining bo'lmasligi. Kim hurra tovlisi shunga qo'shilib ketishtirdiki, pada psixologiyasi tufaylidan bundaqlarni hech so'roqlamasligi qo'rqinchlidir. Ular hatto tuzukroq Uyg'urcha bilmaydiganligi mana men deb tursinmi, boshqalarni saviyasizlikda ayblayoladi. Ama g'ayratni qaranglar. Nima degan botirlik bu? Bularning aqsida tashviqotni planlayotgan bir kuchning borligini qiyos qilish mumkin. Nima uchun bunday qiyosga kelamiz? Xalq normalda paketlarga bek ahamiyat vermeydi. Ular ishonchga to'lgan ovozda, xuddi rostdek qilib to'g'langan tuhmatlarga, haqoratlik bildirlashlarga darhol ishonishga moyil keladi. Masalan, ikki raqobatchi partiya yoki shuningdek raqobatchi to'plar bir-biriga haqorat yog'dirganda, bu hol nihoyat ochiq ko'rinadi. Bu haqda Fransiyalik psixolog Gustave Le Bon Omma psixologiyasi nomli kitobida o'ziga qarshi ishlatilgan tuhmatlarga shu tuhmatlarga teng keladigan so'zlarni ishlatmay, bir muncha dalillar bilan javob berishga tutinsa, shu minutdan boshlab qozonish fursatini yo'qotgan bo'ladi degan.
Buningdan omma psixologiyasining bir yo'chiqini ko'ramiz. Dal buni biladigan dushmanlar dalillarga tayangan tanqidlarni emas, tamamen bema'nilikka to'lgan tuhmat va haqoratlar bilan to'g'ri bo'lganlarni qaralsa, buningga ishonadiganlar, ergishadiganlarning bo'lishidagi sir mana bu yerda. Buning ijrosini qilayotganlar omma psixologiyasini biladigan kapasitedagi odamlar emasligi nazarga ilinsa, bundaq ta'tir tashviqotlarning oqisida bir planlovchining borligini, bir asteroiddan yo'l ko'rsatkichining borligini his qilish tez emas. Sharq Turkiston surgunda hukumati a'zolaridan sabdishimiz Abdurahmon Hasan boshlagan guvohlik to'plash dastlabida qarshiliklarga, buzg'unchiliklarga, masxirlarga duch kelgandir. Bu kunga kelganda biz buning natijalarini ko'rishga boshladik. Dastlabda dushmanlik maydonida turganlar amdilikda aktiv tashabbuschilarga aylanib kelyapti. Buni bir turdagi suyuqlantirish harakati hisoblanadi. Har xil pul to'plash faoliyatlarimiz uzluksiz qanot yaydirilmoqda. Sharq Turkiston surgunda hukumati 15 yillik tarixda tunji qatam iyoni to'plamoqchi bo'lganida xalq nomidan hisob so'raydiganlar maydonga chiqishga boshlab, hozirgacha bu pulning sirtqini erish urinishlari to'xtab boqmadi. Aşkar xalqning oldida ma ish uchun deb bir ishni ko'rsatib turib, mush ish uchun kerak deb turib to'playotgan pulning haqida. Ammo texmi uzun bir qarnadan beri to'xtamay pul to'playotgan, emne deydimi yillik rasxat edib turadigan qurultaydan yoki boshqalardan bunday hisob so'rash bo'lib boqmaganligi, ularning pul to'plash shakli, usuli diqqatga ilinmay kelinishi tasodifiymi? Hukumatimiz oshkor qilayotgan bu ish so'roqlanayotgan yerda ularning na ta'lim hujjati bo'lmagan, na sonini xalq bilmagan shakldagi iyon to'plashlari so'roqlanib boqdimi? Bu pullar qilgan ishning nimaligi surishti qilindimi? Yig'indan boshqa yana nima ish qilayotgan edi? Bulardan bir aqlga kelishimiz kerakkan yerda tuhmat o'qlarini to'xtamay hukumatga qaratishlar tasodifiy bo'lishi, ixtiyorsiz, plansiz bir harakat bo'lishi noto'g'ri. Buning oqibati cho'qim Xitoy istixboroti rol o'ynamoqda. Bugun chet elliklarning surgunda hukumat mavzusida bir qarashqa sobitlashganligi shunchalik aniq bo'lsin. To'xtamay hukumatning netchilik haqida masxirlik savollarni tug'dirayotganlar aslida o'zlarini tuymasdan dushmanning depiga usul o'ynamoqda. Men ilgari suyuqlantirish haqida so'zlagandim. U chaqda hamma Uyg'ur birdilla notiq bo'lib ketgan edi. Gacha bo'lmaganlik odam so'zlayotgach, savat ketmagachga notiqlarga aylanib, WhatsApp'larda ovozlar, ommaviy torlarda videolar to'lib ketgan. Gerçi bu acayip qaynam tashqinlik bugun ma'lum darajada pastligandek qilsa-mu, asosiy iqim yanali maydonda. Xalqimiz nayt kuchlik tashviqot tisuv nomisiga mahkum qilingan vaziyat davom qilmoqda. Endi navbatda surgunda hukumat Xitoylarni sotqa berganligini jakalagandan keyin avval sundirish tashviqoti qilib, yo'q chiqarishga urinilgan bo'lsa, endilikda Xitoyni sotqa berish dolqini ko'tarildi. Texi tünügünlü sotqa berishning foydasi yo'qligini bozorga solganlar bugun yangi arzdorlar faoliyatining tunutunchisi bo'lib o'tirdi ko'rinmoqda. Bulardan nayt aniq bir suyuqlantirish o'yini ketayotganligini ko'rib olish tez emas. Nima uchun bu ulug' notiqlar texi yaqinda so'zlagan dabdablikni tuqlarida ahamiyatini yo'q chiqargan ishning shakldosh o'xshashlarini bugun boshqalar qildi deb davron solyotdi. Buni men nomussizlikdanmi demayman. Bu bir xil ko'nib qilish, bu bir xil onsizlikdan chiqqan qarshilik bo'lib, nima deyotganligi so'zlarining bir-biriga uyumliq yoki zid ekanligini anqamasdan davrishi psixologik sababdan kelib chiqqan deb qarayman. Buni oddiy bir misol bilan ko'rishimiz mumkin. İsam akaning balliq chaqlariga oid bir latifada deyildiki, İsam anasi bilan bozorga chiqadi. Her setixchining xaridor chaqirib vaqirgan ovozini anglasınlar, İsam ko'nib qolgan og'zi bo'yinchilar inkas bildirdi. Masalan, Zumatango deganni anglaganlar anasi qaqshab, "Apa, Zumatanga yeyman" deydi. Olmayingmi, olma deganni anglablar, "Apa, olmayman" deydi. Çini qadoq deganni anglagandimi? O'xshashlar, "Apa, chini qadoq yeyman" deydi.
Bundan görünüvatqаны şoki, İsa'nın közlüğüne yeydiğen bir narsini haqiq qilishli budu. Başqasına dikkat qilmagaçqa, künüp qalan ağzı çiğne qadaq kelgendimi oxşaşlı gapni qiladi. Hem sürgün hükümet Xitay jallatlarını xalqara sotqa bergende onu ahmiyetsizlendiriş, faydasız dep kişilerini şendiriş korunulan uluglarımız nemişki birleri Xitayni yerlik sotqa berdi dep şu kadar davran selavatqanlığını seliştirip görsek, bu qılıqның Hisabның keçmişilik iş bilen bir xil psixik ortaqlıqqa ega ekanligini görüp alalaymiz. Mazmun muhim emas. Künüp qağını buzğunçuluq qilish. Yani şununla dikkat kılınış gerek ki erkin dünyada turup vatanning ismini atashdan yüzünü kaçırmak, hayırlıkı beraber kılmış olsun mu bizge hamma narsa, hatta münafıqlıkni normal olup ketgechga hech kim ciddiy algani yok. Muşu türdikiler, hatta ulug'larimizdan biri. Bundaqlarga yo'qol o'tirdin, vatanning ismini tilga ilishga hapsilan olmagan sendeklar yana nimaning davosini qilmoqchi eting abdal diyemmevatqanligimiz. Şununla bir muncha taraftarning bo'lishi bizning tehichi cho'giltib qo'yib berilgandek bir holda ekanligimizning Nasriddin apandim qarong'ida o'ngsulini topolmagandek tehichi o'ngsulimizni bilinmagan bir vaziyat ekanligimizning bir isbotidir. İnsanların cidalga bo'lgan qiziqishi mangu o'zgarmaydigan alohidliklardan biri. Eng madaniy jamiyatlardimi, eng madaniy millatlardimi hech bo'lmasa nima bo'pti? Kimlik ekan? Nimaga urushibdi deb so'rashdan o'zini tutolmaydi. Bu hal kishilar ra'yini mashg'ul qilish, diqqatlarni chalg'itish, iddia qalaymaqanchilik terish orqali yangi iddia deb o'z idealini sunish, qisqasi kaosdan yangi tartib tug'dirishni maqsad qilgan kishilar, guruhlar, davlatlar tarafidan intayin ustunlik bilan foydalanadi. İnsanlarning jidalga bo'lgan amroqlik psixikasi bundaqlarning ishiga yaraydi. Jidal başlapla qo'yilsa, insonlar xuddi musobaqalarda taraf bo'lgandek, jidalning tarafdorlari bo'lib bo'linadi. Hech bo'lmasa hissiyat jihatdan ma'lum bir tarafga taalluq bo'lib, bir muncha vaqtini mana shu foydasiz ishning taraqqiyotini kuzatishga sarf qilishadi. Uyg'ur jamiyatida bu hol texnik ichinishlik tus oladi. Taraflarga bağlangan kişiler hatalarını bayqagandan keyinmi, yenilishni tan olgandan ko'ra, mushu yo'lda ching turib, o'lishga rozi vaziyatga keladi. To'g'ri tuzgun ishlar uchun topqilib bo'lmaydigan fidokorlik mana mushunda qoladi ko'riladi. Qarindoshlarim, vaziyatimizning qo'rqinchli darajasini haqiqiy turda his qilgan Uyg'ur yo'q hisobda. Buni qilib yurgan ishlarimizni bilishga bo'ladi. Resulullah bir hadisida sizlar men bilganni bilgan bo'lsanglar, ko'p yig'laytinglar, oz kulattinglar degan. Bizning bunda beg'am va dardi yo'q deb qilib yurgan qiliqlarimiz tarafdorlik uchunla xato kishilarga, xato iqimlarga chapanchilik qilishlarimiz haqiqatanmi kelgusi bizni kutayotgan qo'rqinchli qismat haqida hech qanday amaliy bilgimizning yo'qligini, tehichi fantaziya tipidagi xomxiyol asassız şiirin arzular kuchugida allaylinib, WhatsApp ve ommaviy turlardagi inqiloblarimiz bilanla vatan ozod bo'ladi deydigan saramlachi o'yda ekanligimiz qiyos qilindi. Ko'zimizni ochaylik qarindoshlar. Men ba'zida kitob o'qiyotgan chog'imda butun kitob mazmuni, muhiti, kayfiyati degan nuqtalardan Uyg'urlarga, Uyg'ur jamiyatiga tatbiqlab, hissiy sinoqlarni qilgach o'qiyman. Mana shu chaqda his qilganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashishdanmi qo'rqaman. To'g'risi petinolmayman. Jamiyatshunoslik, psixologiya, falsafa, hozirgi zamon dunyo adabiyoti klassiklari, diplomatiya, xalqaro munosabatlar, istixborotga oid kitoblarni o'qiyotgan chog'imda aziz millatimizning holini ko'z oldimga keltirib yig'lig'im keladi. Nelarda qolib ketganligimizni ko'rib yetib, survesib ketadi. Qancha 100 yil oqida qolganligimizni hisoblash texnik qo'rqinchli. Ammo beg'am xalqimizdagi bilimdonlik, cho'nglik, vangshujilik yoki o'z mabtullik, kollektiv o'z mabtullik, emdilikda yetilmayli yegilab qilish, xuddi maymoq so'ymadek. Yetilishni cheklaydigan sotsial atmosfera.
konukunu bilimdallık üçün asallık berdigan yeni zaman uçur vasıtaları. Bulardan faydalanışını ügünü verişimizni bilim dep oylap gelişlerimiz. Bu bilim bolsa sizning telefondan yoki kompüterden faydalana alavatqanlığınız bilim boladigan bolsa, bularni ijod qilganlar nima qilish kerak? Bularning hammasini bir arada o'ylaganda kelgusi qismatimiz ro'shan ko'z oldimizga keladi. Ve yig'lamay çare yo'q. Vatanim deb yuragi zirildaydigan haqiqiy vatanparvarlardan bo'lsangiz, ko'zingizni oching qarindishim. Suyuqlantirish hala davom qilyotidi. Taraf tutsangiz bo'ladi. To'g'ri tarafni tuting. Shaxsiy munosabatlarga ko'ra emas, vatan millatning jonijon manfaati nuqtasidan chiqib taraf tanlang. Qarindoshlar. Bugun bir az hayacanlanıp kaldım. Kechiringlar. Ama bazı işler adamni qaynitib qo'ydi ba'zida. Qaynamay chari yo'q. Shuna to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Hammanglarga Allohning go'zal salomlari bo'lsin. Hammanglarni Alloh niyat qilgan ulug'vor ishlaringlarda muvaffaq qilsin. Amin. Allah'a emanet.